Assalomu alaykum. Maxsus Shahzodaning hayot va ijodini o'rganishda davom etamiz. Mana bugun Adiblar xiyoboniga keldik va Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Mamura Zohidovadan Maxsus Shahzodani haqida bilganlarini so'rab bilgimizni orttiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maxsus Shahzodaning hayot va ijodi haqida gapirib bersangiz. Maxsus Shahzoda asli Ozarbayjonda dunyoga kelgan ijodkor. O'sha qatag'onlar tufayli oilasi bilan Toshkent shahriga sukun qilgandan keyin o'zining bor ijodiy salohiyatini, butun iste'dodini o'zbek tilida namoyon qilgan ozar kishisi Maxsus Shahzoda. Uning ijodi o'zbek adabiyotida juda katta o'rin tutadi. Uning falsafiy she'rlari, tarixiy asarlari, xususan Toshkent haqida yozgan katta doston, yirik asarlari uning shu o'ziga xos ijod yo'li bor ekanligidan darak beradi. Yaqinda O'zbekistonda Turkiya adabiyoti do'lonalari chop etildi. Shuning 16-qismi Maxsus Shahzoda ijodiga bag'ishlandi. Unda yozuvchining tarixiy dramalari hamda she'rlari o'rin o'ziga xos nigoh bilan hayot xulosalarini badiiy asarlarda aks ettirgan Maxsus Shahzodadan juda ko'p falsafiy mushohadalar, hikmatlar qolgan. Ya'ni masalan, do'stlar, yaxshilarni avaylab saqlang, salom degan so'zning salmog'ini oqlang, o'lganda 100 soat yig'lab turgandan uni tirikda 1 soat uxlang. Bu so'zlar aynan Maxsus Shahzoda qalamiga ma'zur. Yani bilamizki, Maxsus Shahzoda dramaturg bo'lgan. Shu dramalar haqida gapirib bersangiz. Ha, Maxsus Shahzodaning o'zbek adabiyotiga, umuman sharq adabiyotiga qo'shgan katta hissasi uning Jaloliddin Manguberdi dramasi hamda Mirzo Ulug'bek dramasi. Har ikkisi ham tragediya janrida yozilgan va o'zbek millati tarixida alohida mavqe tutgan, alohida o'rin egallagan, buyuk siymolarga aylangan, millatimizning yarim-bardori hisoblangan Mirzo Ulug'bek 40 yillab taxtda o'tirgan hukmdor hamda o'sha Xorazm himoyasida, Mo'g'ullardan himoyasida misli ko'rilmagan qahramonlik ko'rsatgan Jaloliddin Manguberdi haqidagi dramalari hali hanuz o'rganlari nafaqat o'zbek diyorida, balki qo'shni davlatlarda ham boshqa tarixga qiziqadigan, adabiyotga qiziqadigan insonlar tomonidan chuqur o'rganiladi. Fojiasi, tragediyasi, o'sha Mirzo Ulug'bekning hayot yo'li, o'sha fojiali taqdiri bilangina qolmasdan unda bir falsafiy mushohadalar bor. Ya'ni yozuvchi aytadiki, mana endi nima meros qilib qoldirasan deb so'nggi vaqtda unga yuzlanishganda, merosim mening mana shu kitoblarim, kutubxonam, jadvallarim. Shunday meroski uni zamon egallab ololmaydi. Shunday meroski vorislari bu vatan ahli deydi. Shunday ekan Mirzo Ulug'bekning qoldirgan ilmiy merosi ham, qoldirsa Maxsus Shahzodaning ijodi ham bizning merosimiz. Biz bunga vorismiz. Shuning uchun albatta bu merosga Rahmat. Yana bilamizki, Maxsus Shahzoda Toshkentga bag'ishlab yozgan doston bilan boshqa yozuvchilar ajralib turadi. Shu dostonning qanday? Albatta. Toshkent nomi Maxsus Shahzoda ijodining alohida qit'asi, alohida sahifasi, alohida kitobi. Qolaversa o'zbek adabiyotining ham alohida kitobi. Chunki Toshkent haqida yozilgan bunday muhtasham asar boshqa yo'q. Shoirning o'zi ham men o'zbek she'rining 9 vaznida Toshkent nomini yozdim va qo'ydim so'nggi nuqta deb aytadi. Va nimasi ko'p Toshkentning suvi, soyasi, Toshkentga safar qilganning hikoyasining nihoyasi yo'q degan satrlar bor. Ya'ni Toshkent odamlarining bag'ri kengligi, o'sha 14 ta farzandni boqib olgan oila timsoliga butun o'zbekliklar mehmondo'stligi, mehribonligi, bolajonligini qanday ko'rsatilgan o'sha asarni ko'rish mumkin. Toshkent nomida o'sha eng muhim tomoni Toshkentning hamma darvozalari haqida ma'lumotlar bor. Hammasini nomga keltirgan.
Toshkent kishilarning hunarmandligi, o'q chiqaradigan mahallalar, keyin turli idishlar tayyorlaydigan o'sha mahallalarning borligi, kamonchilar, yana boshqa mahallalarda odamlar o'sha ma'lum bir hunar turi bilan shug'ullanishi va o'ziga xos bir insonparvarligi, bolajonligi, mehri daryoligini aks ettirgan. Shuning uchun Toshkent nomi ham alohida chuqur o'rganiladigan manba hisoblanadi. Agarki Maxsus Shahzoda ijodi bilan shug'ullansa, hali ko'plab ilmiy tadqiqotlarga manba bo'lib xizmat qiladi. Rahmat kattakon. O'ylaymizki, barcha o'quvchilarga va Transport universitetidan tashrif buyurgan o'quvchilarga hammasi katta yangilik bo'ldi bu. Alloh xohlasa o'rganishlarimizni davom etamiz. Hamma o'rganishga